Shohruxiya Temuriylar Renessansi bilan bizni bog'lab turgan o'lka. Bugun Toshkent viloyatidagi bir guruh jurnalist, bloger, tarixchi va jamoatchilik faollari Ko'hna Shahristonda blogging aksiyasini olib bordi. Ma'lumot o'rnida bu yerga agar dam olish uchun kelsangiz, o'zingizdan keyin chiqindilarni yig'ib, maxsus qutilarga tashlab ketishingizni so'rab qolamiz. Qani unda ketdik, boshlaymizmi? Siz ko'rib turgan ayni mana shu chiqindilar yer yuzida 200 yilgacha saqlanadi. Shuning uchun buni shunchaki ichib aslo otib yubormang. Bugungi bloginda Oqqo'rg'on tumani tarix va o'lkashunoslik muzeyi ham o'z hissasini qo'shmoqda. Kiloga yaqin musort men o'zim shaxsan yig'ib keldim shu qo'llarim bilan 10 kilo. Blogging aksiyasi doirasida Shohruxiyada mana shunday g'ishtlarni topib oldik va bu g'ishtlarimiz 12-10 asrlarga taalluqli g'ishtlar bo'lib, bu g'ishtlarimiz Oqqo'rg'on tumani tarix va o'lkashunoslik muzeyiga joylashtiriladi. Hozir eng achinarli jihat shundaki, biz mana bu yerga tashlangan chiqindilarni jarlik sababli tera olmaymiz. Ular esa shu yerda 400-500 yilgacha saqlanib qoladi. Bu esa tabiatga juda ham katta zarar ko'rsatadi. Tashlamanglar.